Davay. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, Furqat Chorva Instagram kuzatuvchilari. Bugun akamizga mana shu bitta mana Daniya g'unajin, bitta ko'lishda toza 100 talarga novosimiz baraka bo'ldi. 4 yillik imtiyozli kreditga berdik. Prezidentimizga rahmat, shunchalik yana bizni qo'llab-quvvatlaganiga davlat tomonidan pul ajratilganligi. Aka, mollar qalay? Mollar zo'r, Mahalladagilarga, prezidentimizga hammaga rahmat, shunaqangi sharoit imkoniyatlarni xabar berganligi uchun. Havas qilganlar molni ko'rib, mol agar like debda arzisa, kommentariyaga olovdan berib turib, like-ni bosib qo'yaverasizlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, 91lik 040 0505 ga telefon qilaveringlar. Aka barakasini bersin, moldan baraka toping. Akam, Nojin Golishten novos bo'ldi. Akam Instagramda qachon ko'rdingiz? To'g'risini aytavering. kechqurun o'nlarda Kecha kechqurun shunday videoni ko'rdi, aka keldi, sirazi ishini bitirdi. Yo, endi o'zlari ma'lumot berishsin, aka. kechqurun ko'rdik, ertalab keldik, mana shu ketdik. Bitta aka mahalla hokimi yordamchi orqali tavsiyanoma berishadi. Kelib olib ketyapsiz, mana. Mollarimiz ketyapti, chiqaraveramiz. Like-ni bosib, bizda yolg'on ma'lumot bo'lmaydi. Hammasi bor ma'lumot beriladi. 4 yillik imtiyozli kreditga bo'ldi.